Noldan 3 oyda ingliz tilida gaplashishni o'rganing. Buning uchun sizga mana shu noldan harfdan hech nimani bilmaydiganlar uchun kursimiz bor. Faqat gaplash kursi. Unda siz yozib o'tirmaysiz, qiyin grammatikani o'rganmaysiz, eng kerakli muhim narsalarni o'rganasiz. Bu o'sha 30 ta, 33 ta darsda qilingan. 3 oy muddatda u narsani tugata olasiz. Lekin bizda hozir Qurbon hayiti munosabati bilan skidka bo'lyapti. Hayit skidkasi bu. Shuning uchun bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. 1.500.000 so'mga 6 oy muddatga. Bu nima degani, Ibrohim aka desangiz, o'zi kursni siz 3 oyda tugata olasiz. Kurs sizga bo'lsa 6 oy muddatga beriladi. Siz uni 3 oyda tugatib olsangiz, yana 2 marta qaytarsangiz ham bo'ladi, 2 marta qaytarib olsangiz ham bo'ladi. Bitta yaxshidan mustahkamlab. Eng asosiysi, kerakli muhim narsalarni o'rganasiz. Grammatika, yozish poshi yo'q. Endi yozish yo'q deganda so'zlar beriladi, lug'at, o'shalarni yodlaysiz. Darslarni ko'rib turib o'rganasiz. Faqat eshitib emas, video orqali bo'ladi. Shuning uchun shu nomerga Telegram yoki WhatsAppdan hayit skidkasi deb yozing, sizga qanaqa olishingiz bilan narxlarini tashab beramiz. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, Telegram yoki WhatsAppdan yozing, so'rang, javob qaytaramiz.